Assalomu alaykum, hurmatli savdo sayohat kanali obunachilari hamda YouTube platformasi foydalanuvchilari. Biz ayni vaqtlarda Xitoy davlatining Urumchi shahridagi Urumchi aeroportidamiz. Mana shu to'g'rida turgan Javlon akaning suhbatini olamiz. Assalomu alaykum Javlon aka. Assalom. Aka, o'zingizni tanishtirib oling, qayerdansiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanidan. Bizni qayerdan topdingiz? YouTube'dan Savdo sayohat degan kanaldan. Bu Xitoydagi bizni xizmatlarimiz sizga ma'qul keldimi? Rahmat, hammasi yaxshi, zo'r, ko'ngildagidek. Mana shunaqa Xitoyga kelaman deyotganlarga qanaqa endi tavsiyalar bera olasiz? Hammasiga tavsiya beraman. Kelib ko'ringlar. O'zingizga yaqin narsani topib, probot qilib ko'ringlar probaga. Bu tovarlar ham yoqdimi Urumchidagi aka? Sifatli tovarlar ko'p ekan aslida. Bizga prosta sifatsiz olib borar ekanda ko'pchilik. Bu yerda har xilni ko'rsangiz bo'lar ekan, bozorlarda. Shamuchan, Niyazgu, Divali, Lokomotiv, Lokomotivda zo'r narsalar bor ekan. Lokomotivda detskilarda eng zo'rlari bor. Narigilardan ozgina sal narxi qimmatroq, lekin sifatli narsalar bor ekan. Bo'ldi, suhbat uchun rahmat aka. Xudo xolasa doimiy birga kelishni nasib qilsin aka. Mana hozir bizni bolalar hatto o'tirishibdi. Bir suhbatni olamiz bu bolalarga ham. Hozir aeroportdamiz. Hozir ham Asakali ukamizni bir suhbatini olamiz. Hech qanaqa tayyorgarligi yo'q. Xitoy haqida taassurotlarni bir aytadi. Ixtiyor, Xitoy qanaqa ekan Urumchi, ya'ni qanaqa bozorlar bor ekan, qanaqa tovarlar oldingiz, bir gapiringchi bir. Urumchiga keldik aka. Juda zo'r. Bozorlarga ham gap yo'q. Narxlar ham juda go'zal. O'ylaganimizdan ko'ra ishlarimiz ancha yaxshiroq bitdi. Menda o'zim birinchi marta Urumchiga chiqishim. Taassurotlarga keladigan bo'lsak, qiyinchilik bo'lmadi deyarli. Ishlarimiz ancha bitdi. Keladigan odamlarga tavsiyam qo'rqmasdan kelaverish kerak. Qiyinchilik bo'lmaydi. Yaxshi, xudo xolasa. Bo'ldi uka, xudo xolasa savdolaringizni barakasini bersin. Olgan narsalaringizni maza qilib sotib, yana bir oyda yana qaytib kelavering, xudo xolasa. Rahmat aka, sizga ham rahmat katta. Shunchalik yordam qildingiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling.